dans le hall, ouais. Là, je suis dans le hall, ouais. Je suis très peu des personnes me connaissent. Un homme tient toujours ses promesses. Je suis dans le hall. Fransiyada Uyg'urlarning vaziyatini tonishtirish har xil usullar bilan davom qilmoqda. Fransiyada olqishga erishib kelayotgan rap naqshi guruhi Kalash MQS ning oldin qat'iy e'lon qilgan Zal nomli naqshisi ijtimoiy taratqularda kishilarning, bo'libmi yoshlarning diqqatini qo'zg'agan. Biz bu munosabat bilan bu guruhning bosh naqshisi Kalashni ziyorat qildik. Uning asl ismi Efraim Loyola bo'lib, uni odatda guruhining nomi bilan Kalash MQS deyishadi ekan. Boshda o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Alors, tout a commencé quand je regardais les infos. La situation des Ouïghours, elle m'a interpellé. Ko'pchilik yaxshimsizlar. O'zimni tanishtirib o'tay. Ismim Kalash MQS. Rap naqshisi. Burun biz MQS degan guruh edik. Yaqinda o guruhdan ayrilib chiqdim. Hozir yolg'iz naqshi aytaman. Et il y a certaines marques qui savent très bien ce qui se passe là-bas. Pour moi, ils sont complices de ce qui se passe là-bas. Siz qandaq bo'lib Uyg'urlar haqida naqsh aytishni o'ylashib qaldingiz? Naqshingizga kirishtirilgan ko'rinishlar bek o'zgacha bo'pti. Shu vaqtda ozroq to'xtalib beramsiz. J'ai donc décidé de modifier mon clip. Uyg'urlarning vaziyatini men xabardan ko'rib bilgandan keyin bu ish diqqatimni tortdi. Bu to'g'risida uchurlarni izlab, xabarlarni ko'rib, Uyg'urlarning ahvoliga qiziqishga boshladim. Uyg'urlarning chidog'isiz bir zulmni beshidan kechirayotganligini bildim. Odamlarni qiynash, norisida bolalarni ota-onasidan ayirib o'tish, majburiy emgakka silish qatorliqlar. Mushu ahvollardan xabardor bo'lib turib, shu majburiy emgak mahsulotlaridan foydalanayotgan shu dangliq markalar bu jinoyatning shiriki deb qarayman. Shunga men naqshamni jonliq ko'rinishlar bilan birlashtirishni qaror qildim. Naqshida odatda muzik bilan ko'rinish bek muhim rol o'ynaydi. Bu ko'rinishlar orqali ko'rgishlarni qiziqtirdi. O'ylaganimizdek, kishilar bu naqshiga biz tarqatgan niqoblarga va orq ko'rinishga qiziqib, savol qo'yishga, bu to'g'risida izlanishga boshladi. Intéressé, il me pose des questions. Il cherche un peu à droite à gauche qu'est-ce que c'est quoi. Siz naqshi musiqa Uyg'urlarning vaziyatini anglitishda unumi yaxshi bo'ldi deb qaramsiz? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment énormément de personnes qui écoutent de la musique. Albatta meningcha kichik yoki cho'ng bo'lsin, nurg'un odamlar muzika anglaydi. Shunlashqa muzika orqali bu masalaga kishilarning diqqatini tortish intayin yaxshi usul deb qarayman. Bu naqsham tarqatilgandan keyin nurg'un kishilar mendan bu ko'rinishlarning qandoq simvollik ma'nosi borligini, biz taqgan niqoblarning nimaga vakillik qilganligini so'rab, Uyg'urlarning masalasiga Xitoyda yo'l qo'yayotgan ishlarga texmo qiziqishga boshladi. Niqoblar bilan bu ko'rinishlar intayin yaxshi tanlash bo'ldi deb o'ylayman. Hamda buningdan keyin mushu usulda bu masalani tanishtirishni davomlashtiraman. Bu naqshimizni texmo ko'p kishilar ko'rsa, Xitoyda Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmlardan texmo ko'p kishi xabar topsa deb On essaie d'avoir énormément de visibilité pour que les gens prennent conscience. Surtout, ils prennent conscience de ce qui se passe là-bas.